Assalomu alaykum hammalarga. Xo'p, xudo xolasa mana keyingi MDF zakazlarimiz ham tayyor bo'ldi. Korishniy svetda 3 ta eshik, 3 dona rom tayyorlab berdik. Xo'p, bu zakazimiz o'zimizni Andijonda Asaka O'qchi degan joyga tayyorlab berdik. Bu eshik romlarimiz egasi ham bizga telefon qilib bog'landi. Shu YouTube kanalimizdan ko'rib, ishlarni sifatini, qalinliklarini yoqtirib, aloqachisi razmerlarini berdi, narxlarini hisoblab berdik, ma'qul keldi. Keyin o'zimiz borib o'lchab, xudo xolasa mana tayyor qilib berdik. Bularimizni dastavka, uстановкаларni ham shunday qilib kelishganmiz. Hozir sizlarga bularni men qisqacha qilib, xudo xolasa tezroq tushuntirishga harakat qilaman. Narxi, razmerlari, qo'shimcha nimalar qilingan, korobkasi va eshigi qalinligi necha, xudo xolasa mayda detaligacha tez gapirib tushuntirishga harakat qilaman. Bo'lmasa ko'rib turasizlar. Hop, razmerdan boshlasak, eshigimiz eni 1.15 ga, bo'yi 2.30. Bir xil razmer uch eshigimiz. Derazalarimiz bo'yi 1.50 ga, eni 1.22 bo'lgan. Derazamiz ham bir xil razmerda. Ko'rib turgan bo'lsanglar, bularimiz tashqariga ochiladigan varianti bo'lgan. Klientimiz shuni xohladi, o'zi xohlagandek qilib, fasoni, rangi, ochilishlariga doir o'ziga yoqadigan variantda 10 keladigan qilib moslab berdik. Zamoylarni ham o'ziga qaysi tomon kelsa, shu tomonga moslab uстановкаларni qilib berganmiz. Xo'p, bularimizni laklarini glansli lak qilib berganmiz. Ko'rib turgan bo'lsanglar, yaltirab, ko'zga tashlanib chiroyli turadi. Xo'p, ramkalari chiroyli bo'lib ajralib turishi uchun ichidagi kraskalarini qora rangga bo'yab berganmiz, ichidagi gullarini. Xo'p, bu kraskalarni, laklarni bu holatda chiqarish uchun ancha mehnat kerak, ancha vaqt ketadi, lekin ishda sifati juda chiroyli turadi. Chunki bir-bir turadigan narsa, chiroyli, yaxshi narsa qo'ysanglar, o'zingizlar ham har ko'rganda hafsalaylar kelib, maza qilib ishlatasizlar. Xo'p, bularimizni MDFimizni qalinligi 0.8 qalin MDFda qilingan, eshigi ham, derazalari ham 0.8 bo'ladi. Korobkalari eniga 10 sm bo'ladi, qalinligi 4.5. Biz bekorga aytib o'tmayapmiz, chunki asosiy joylari ham korobkadan biri, shunga ham ahamiyat beringlar. Eshikni zo'r qilib korobkalar nozik bo'lsa, eshik tashlab oladi. Shuning uchun hamma narsasiga e'tibor berib qilamiz. Xo'p, yana bir narsasi chaspagi. Ko'p joyda shunisi qo'yib yuboradi deydi. Shuni chetmaslik uchun biz orqasiga, mana ko'rib turgan bo'lsanglar, 1 sm reykani yog'och bilan samarada qatirib, ustidan kilaylab buni qo'yamiz. Mana isboti bilan o'lchab olsanglar ham bo'ladi. MDF qalinligi bunchalik bo'lmaydi. Shunaqa qilib qilamiz. Keyin undan tashqari bulimizga shumka ham qilib berganmiz. Mana chekalariga eshik qattiq yopilmasligi uchun, taraqlamasligi uchun shumka qilganmiz. Yana plus tomoni aynagimiz sinib olib, yurganlar taraqlab g'ashilay tegmasligi uchun har bitta ko'zlarini germetikga qo'yib berganmiz. Ham sovuq kirmaydi, ochib yopganinglar, yurganlar taraqlab g'ashillarga tegmaydi. Shu holatda qilib berganmiz. Eshigimiz baquvvat bo'lishi uchun har bitta eshikka 3 tadan 6 dona oshimosh qo'yib berganmiz qalinidan. Bularda hatto rangiga ham bir xil qilganmiz. Oshimoshlig'imizni, zamoyimizni ichidagi hop mana shpangletlari sariq. Zapchastlariga ham did bilan yondashganmiz. Ranglarini komplekt qilib. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha nima yaxshi, nima chiroyli tursa hammasini qilib berganmiz. Xo'p, bundan tashqari eshigimizni videoga ahamiyat berib, qalinliklariga ham hafsala qilganmiz. Xo'p, mana eshigimizni qalinligini ko'rsanglar. Xo'p, mana shu taraf qalinligi eshigimiz 4.6 sm. 3.8, 4.2, 4.6 sm bo'ladi. Mana chaspagini ham o'lchab olsanglar, mana bitta barmog'inglar. Shunchalik qalinlikda bo'ladi. Shumkalari bilan birga. Zamoyimiz millionim sinaqda yaxshi zamoy bilasizlar. Bularni ham qo'yganda oddiy samarez emas, gayka bolt qatiriladi. Bularda mayda detaligacha e'tibor berilgan. Laklarini ham bu holatda chiroyli qilish uchun ancha mehnat, mahorat kerak. Maqtash emas, qilingan ishlarimizni borini sizlarga aytib o'tyapmiz. Chunki nimaga narxi bunaqa, nimaga bunaqa chiqadi deganlar uchun bafurja tushuntirib berishga harakat qilyapmiz. Endi bularni xudo xolasa xonadonga o'rnatganimizdan keyin bafurja hamma yo'g'ini tushuntiramiz. Endi bu tashqarib turgani uchun shu holatda xonadonga borgandan keyin devorlar orasida remontlardan keyin bu eshiklar yana ham ochilib chiroyli turadi. Bularımızda ranglari, fasonlari har xili bor. Tanlab olasizlar. Nomerimiz 99 607 69 00 da bemalol aloqaga chiqib bog'lana olasizlar. Razmerlarni bersanglar, narxlarni hisob-kitob qilib beraman. Ma'qul kelsa borib o'lchaymiz. O'ngchab, ichkari, tashqarilarini moslab, katta kichik kelmasligi uchun xudo xolasa chiroyli holatda yasab, dastavkasini ichida yoki отдельно ham kelisha olamiz. Bu yog'ini telefon qilsanglar bemalol gaplasha olamiz.
Hammalarga rahmat. Salomat bo'linglar. Xudo xolasa kuzatishda davom etsanglar, bularda xonadonga qo'yganimiz ham syomkasini qo'yamiz. Boshqa svetda, boshqa figuralarda yana ish romlarimiz ham tayyor bo'lyapti. Bir-biridan ajoyib. Obuna bo'lib, kuzatishda davom etib tursanglar, hali xudo xolasa videolarimiz ko'p, zakaslarimiz birin-ketin qo'yib boramiz. Rahmat. Salomat bo'linglar.